Ko'ngil achish uchun qarta o'ynasa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qartini ko'ngil achish va kallani sargitish uchun o'ynasa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oxiratga nisbatan bu dunyoning o'rnini Alloh taolo mundoq bayon qilgan. Bilinglarki, dunyo hayoti faqatla o'yin tomosha, ko'ngil ichish, zabu-zinnat, aranglarda o'zaro faxrlanish, mol-mulk, farzand ko'pligi bilan faxrlanishdan iboratdir. Go'yo u yomg'ir o'stirgan, dehqonlarni maftun qilgan bir o'simlikka o'xshaydi-ki, keyin qurib qolganida sen uni sarg'aygan holatida ko'rasan. Andin u yanchilgan cho'pga aylanadi. Haqiqat shuki, oxiratda qattiq azobmi, Allohdan mag'firat va rozilikmi bordir. Dünya hayatı faqatla aldanadigan kishi aldigan narsadir. Hadid surasi 20 oyat. Şoňa musulmon kishi oxiratda Allohning roziligi bilan mag'firatiga noil bo'lish, azobidan saqlanish uchun dunyodagi vaqtini behuda zayo qilib lozim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki ne'matda nurg'un kishilar ziyon tortib ketadi. Biri sog'lomlik, yana biri bo'sh vaqtdir degan. Bu hadisni olimlar mundoq izohlaydi. İnsan faqat ehtiyoji qamdalgan, teni sog'lom bo'lgandala to'liq berilib ibodat qila oladi. Ba'zida kishining ehtiyoji qamdalgani bilan teni sog'lom bo'lmaydi. Yana ba'zida teni sog'lom bo'lgani bilan ehtiyoji qamdalmay qoladi. Natijada tirikchilik qilish uchun ish-ovqat qilish halakchiligida ibodatga to'liq berilmay qoladi. Shunga yuqorqi ikki shart qandaq bir kishiga jam bo'lgan ahvolda taat ibodat qilishdan hururlik qilsa, u tijoratda ziyon tortgan kishiga o'xshaydi. Qarta o'ynash hukmiga kelsak, bu bir xil o'yin bo'lib, ba'zilar buningda qimar o'ynaydi, ba'zilar qimarsiz o'ynaydi. Yana ba'zilar necha soatlargacha o'ltirib, Allohning va bandalarning haq-huquqini zayo qilib o'tadi. Yana ba'zilar azroq o'ynab ko'ngil ochadi. Vojib amallarni zayo qilib o'tmaydi. Shunga buni o'ynash masalasida olimlarning qarashi birdek emas. Aslida qarta o'ynashning o'zini harom deyishga bo'lmaydi. Lekin qarta o'ynash bilan birga bo'ladigan ba'zi harom ishlar bu o'yinni harom qilib o'tadi. Buningga asosan ba'zi olimlar buni harom deb qaraydi, ba'zilar makruh deb qaraydi, ba'zilar muboh deydi. Olimlar hammasi ittifoqqa kelgan masala shuki, qartini qimor uchun o'ynasa yoki qimarsiz bo'lsa-mu namozni vaqtidan kechiktirib qolsa, yoki ota-onaga itoatsiz qilib qo'ysa, yoki shuningga o'xshagan biror vojib amalni qilmaslikka olib borsa, o'ynash harom bo'ladi. Ammo qimor uchun o'ynamasa, vojib amallarni zayo qilib o'tmasa, til haqorat bo'lmasa, urushib qolmasa, vaqtini ortiq isrof qilib o'tmasa, ichpushqani chiqarish uchun ancha-muncha o'ynasa, ba'zi olimlar buni shishg'alga o'xshatib harom deb qaragan. Yana ba'zilar makruh deb qaragan. Yana ba'zilar bekor o'yin bo'lganligi uchun harom yoki makruh deb qaragan. Yana ba'zilar buningda surat bo'lganligi uchun cheglagan. Yana ba'zilar muboh degan. Lekin harom yoki makruh qilib o'tadigan ahvollar bo'lmasa, muboh ishlar doirasiga kiradi degan qarash muvofiq. Ammo bugungi bu ahvolda vaqtni ilm, din ahkomlarini o'rganish, farzand tarbiyalash, millatga foydali ishlarni qilish, iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun tirishchilik ko'rsatish, biror kasb egasi bo'lib yetilish qatorliq ishlarga sarf qilgan tuzuk. Bu qarta o'ynaydigan kishilarning ahvoliga bog'liq. Soatlarcha o'qib yoki ishlab, andin biror soat dam olish uchun o'ynash bilan o'qiydigan, ishlaydigan vaqtlarda o'qimay, ishlamay o'ynaverish albatta o'xshamaydi. Davomli yoki necha soatlarcha qopmay o'ynab vaqt zayo qilish, nurg'un foydali ishlardan mahrum qilishi, vojib amallarni zayo qilib o'tishi aniq. To'rda yoki kompyuterda qarta o'yini o'ynashmi shundoq bo'lsa kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdullaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 97 numberlik fatvo.